Metro yonidan uy so'raganmidingiz? Mana sizga zo'r variant. Lokatsiya Sergeli 2 Turon metroning yonginasi. O'rtoqlar, 2 xonali xonadonimiz 70.900 dollarga. Upakovka. Hujjatimiz bo'yicha 58 kvadrat. 9 qavatli binoni ikkinchi etajda hamma yaxshi ko'radigan holatda. Oxirigacha ko'ring, uy bilan tanishamiz. O'rtoqlar, uy bilan tanishamiz. Faqat noshik, ko'rasizlar, koridor, razdelni hamma xonani kirib tomosha qilsak bo'ladi. O'ng qo'lda birinchi hammomimiz и to'rga qaraydigan bo'lsangiz, hojatxona. Buni yonginasida esa kattalar yotoqxonasiga o'tsak bo'ladi. Mebelirovkalarini, remontlariga ko'zinglar yaxshilab e'tibor beringlar, yaxshilab qaranglar. Juda ham sifatli remont qilib qo'yilgan. Oshxonani ham veranda ochilganda kengaytirib qo'yilgan, ko'rasizlar. Mebelirovkalari juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Hamma ko'rib turgan mebel texnikalar qoladi. Kirganimizda chap tomonga qaraydigan bo'lsangiz, ko'rasizlarmi, zalni kengligini, yoriq, shinam, nima qanaqangi qulaylik kerak, barchasi mavjud. O'rtoqlar, shunaqangi idealni xonadon so'raganlarga tashlab qo'yishni unutmanglar. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotni olsanglar bo'ladi.